Assalomu alaykum. Ushbu qisqa video darslikda kompyuter orqali qanday qilib ekran zapis qilishni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Dastlab Google Chrome brauzeriga kirish talab etiladi. Google Chrome brauzeriga kirgandan so'ng manzil satriga absproject.com ni kiritamiz va Enter tugmasi yordamida qidiruvni amalga oshiramiz. ABS Studioning asosiy, ya'ni rasmiy sayti ochiladi va u yerda 3 ta operatsion tizim uchun variantlar taqdim etiladi. Windows, macOS va Linux. Kompyuterimizdagi operatsion tizim turiga qarab mosini tanlaymiz. Menda Windows operatsion tizimi, shuning uchun Windows variantini tanladim. Shundan so'ng ABS Studio dasturining yuklab olish jarayoni avtomatik tarzda boshlanadi. Men dastlab ABS Studio dasturini o'rnatganman va hozir shu dastur orqali video yaratmoqdaman. Shuning uchun men avval yuklab olgan sozlamalar tayyor ABS Studioga kirib, uning sozlamalarini qanday to'g'irlashni bosqichma-bosqich ko'rsataman. Avvalo ABS ni yuklab o'rnatamiz. Keyin esa dasturga kiramiz. Dastur ishga tushganda ko'rib turganingizdek oyna ochiladi. Faqat mana bu qismi qora bo'ladi sizlarda. Sababi sozlamalar hali to'g'irlanmagan. Shu ko'rinishga erishish uchun Sources bo'limi ostida plus belgisi bor. Shuni bosib Display Capture ni tanlaymiz. So'ng OK ni bosamiz. Keyin muhim qismi. Mana bu display degan yozuvni ro'parasidan 1920 ga 1080 primary monitor shuni tanlaymiz. Va OK ni bosib tasdiqlaymiz. Shunda ekran to'g'irlanadi. Bu juda ham muhim qism hisoblanadi. Endi ovoz sozlamalarini tekshirish va to'g'ri ishlashini tasdiqlash zarur. Ovoz sozlamalarini tekshirish uchun Settingsga kiramiz. Settingsga kirishga 2 yo'l bilan qilsa bo'ladi. File menyusi orqali, ya'ni mana bu joydan Settings mana yoki Controls bo'limi orqali, Controls bo'limi mana, Controls bo'limi orqali mana Settings. Kirib oldik. Settings bo'limiga kirganimizdan so'ng Output opsiyasini tanlashimiz kerak bo'ladi, ya'ni mana buni. General bo'limida, mana bu General bo'limida, birinchi kirgan holatimizdagi bo'limda dastur tilini foydalanuvchi xohishiga ko'ra o'zgartirish mumkin. Bu yerda men ingliz tilini tanladim. Output bo'limini tanlaganimizdagi undagi bo'limlar men ko'rsatayotgan oyna bilan mos bo'lishi kerak. Ya'ni mana output bo'limi shu oyna bilan sizlarga ham mos bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu har bir bo'limi to'g'irlab chiqish kerak. Chunki meni dasturim oldindan sozlangan. Barcha mana bu parametrlar tanlangandan barcha shu parametrlar to'g'irlangandan keyin OK tugmasi bosiladi. Barcha parametrlar o'rnatilgach, ovoz sozlamalari 5-10 soniya davomida sinov tariqasida tekshiriladi. Ya'ni 3-4 marta mana bu stop recording
bossam hozir to'xtaydi. Agar start recording qilsanglar yoziladi. Shu yozib, to'xtatib, tekshirib ko'rishinglar kerak bo'ladi. Ekran va audio yozuvini boshlash uchun Controls bo'limidagi, ya'ni mana bu Controls bo'limidagi Start recording opsiyasi tanlanadi. Hozir menda stop recording turibdi, chunki ovoz yozyapman. O'sha hozir yozuv ketyapti. Shuni o'rnida start recording turgan bo'ladi. Yozuvni yakunlash uchun esa shu yerdan stop recording tanlanadi. Ya'ni mana bu tanlanadi. Yozuv jarayoni boshlangach, ABS ni minimalizatsiya qilish uchun minus tugmasini bosamiz. X ni emas. Ya'ni boshqa ekranlarni ham zapis qilish uchun mana bu X ni bosmaymiz, chunki unda o'chib qoladi. Bizga minimalizatsiya qilish talab etiladi. Ya'ni mana bunday. Boshqa oynaga o'tdi. Stop recording bosilgach, yozuvlar qayerda saqlanganini aniqlash uchun fayl menyusidan Show Recordings opsiyasi tanlanishi kerak. Ya'ni fayl menyusidan Show Recordings birinchisi shu tanlanishi kerak. Shu orqali barcha yozuvlar joylashgan papka ochiladi. Ya'ni mana bu papka ochiladi. Oxirgi yozilgan video Show Recordings oynasidagi ro'yxatning eng oxirida ko'rinadi. Ya'ni mana bu birinchi yozilgan, bu ikkinchisi. E'tiboringiz uchun tashakkur.